tuzukluğu yukarı boğan filmlerini görmekçi ve düşürmekçi bolsanız, Şunqar Suzik film salonumuzga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Şunqar deyin. Kader! Kopa! Oyagatmasa kun chiqish yatamsa. Kopa. Dada. Kopding bolam. Ey Nadir! Ne bo'ldi? Nadir! Ey Nadir! To'xtab tur. Men oldida kirib chiqay. To'xta. Oldida kirib chiqay. Hey baldırım. Oygatmagan bolsam o'rninglarga chiqirib o'tamtinglar. Aka, ko'nglimni ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Hey, oya turmamdi. Yaxshi, rahmat. Nadir, navbatdan kelib kirib chiq. Mana. Sal tuzkan bo'lib qopti. Nadir, ustaning ustini yig'ishtirayotgan tomoq yeymiz. Mana hozir. Mana keldi. Hey, ana otam sen. Ustani yig'ishtirayotgan men tomoq yeymiz. Aka, tomoqni supining ustida yeysakmi bo'ladi-ku? Supining ustida o'tirishga mening putim chidamaydi. Shamo to'la dasing, bo'pti. Deganing bo'yicha bo'lsin. Dada, tomoq yeviling. Ma'qul, hozir boray. Voy. Vah, kebab. Dada, qani o'ltir. Nimandaq tuzliq qo'rivatding? Nima, tuzliqmikan? Bu qandoq bu mumkin bo'lsin? Ishonmasang o'zing tetib baq. O'rindiqda o'tirishni uqmagan ekan. Supuq chiqib o'ltasan bo'lmamdi. Hey! Falokatligingdan o'ydik o'rindiqlarning hammani buzib etding. Bo'ldi. Doim ma'lum vaqt aytgansiz. Men sizlarni deb shunday qilyapman-ku. Men uchun tantarbiya komitetida tayyor tomoq bor. O'zinglar xalqinglarni aytib berlar. Qandayroq bolam? Yana ag'riyotamda. Hech qisi yo'q dada. Dada, yordamni shirtini chaqni almashtirib olay. Dada, mana bu yakinalar çoğalkan hoşuna gitti o. Hoşuna gitti? Bichara balam. Yurakingizning yana qo'zg'alibdi da. Nima qarab sizlar chaqan ko'tarmamsizlar? Tiz bo'linglar. Ne gapirsizlar? Supida yotqizmamdi. Nima ish qilib yotqizsizlar? Doktorxonaga apamamsizlar? Ma'qul. Ne gapirsizlar? Motosiklet o'tirgizamdiq. Motosikletdan yili bo'lmasa, meni qanday o'ltirdi? Kapsan bor. Tez mashina chaqirib kel. Mana. Biz bo'lar. Nima ish qilib oldinglar? Oy dada, Sadir o'shiq keldi. Qara, chaqan bol supida yotqiz. Kel. Asta. Sadir akam o'shiq ketdi-da. Bichara balam.
Xeyli yaxshi bo'lib qoldingmi? Sizlarning bu nim qilganinglar. Men bir mushaqqatda bir ko'pli tishir tayyorlagandim, lekin sizlar yo'q qilyaptinglar. Akrama ko'rib baqay. Bu yakinalar. Nima o? Qaranglar. Nima yezibdi? Boytaqlar oilasi. Yadımız her yak, tünde yadımız oyrak. Heccet mudrik mi do bir hoyni tüt boyta. Heccet mudrik mi do bir hoyni tüt boyta. Biz arayna amra Kökkalliydi bir arman Esyadi hutun tatlak Kökkalliydi bir arman Arman Oy esyadi hutun tatlak Todaxun usta. Yaxshi turdilimi xo'shnam? Tinchlikmi? Hol so'rag'iningizga rahmat. Qodir. Avval ventilarni chingitib et. Ustam, Dimoch ustam ne ketdi? Ana oyada. Keldingizmi? Ustam, velosipedni texchi remont qilmabdi-ku. Qanqa, sal to'xtab turing, hozirla o'ngshaymiz. Ventlarni chingitmabsan-ku. Chapsan bo'l, kulishni kel. Qanqiz, torimiz yaxshi tutmaydi ekan, ha? Shundoq. Qodir, tiz bo'l. Mana. Men sana kulishni dedim, huddet. Usta, tezroq yasab bergan bo'lsangiz. Aldirma. Pek aldirashishim batdi. Mana hozir tugaydi. Todaxun ustam. Todaxun ustam, suv turbam buzilib qolgandi. Suv eqib faqat to'xtamayotdi. Men hozir boray. Oy ustam, men velosipedni aka qo'ygan xeyli kun bo'ldi. Oldida menikini o'xshab paslar. Kechiring ham qiz. Bu yoq bir tulla ayol, hech qanday uylanchi yo'q. Men beribdi kelaman. To'xtab turing. Jiro. Tul xotun, mening uylanchigim bo'ldigan bo'lsa, siz qayerga kelib yolvoratdimmi? Sizning eringiz yo'q ekan-da. To'y qilmamsiz, yaxshi bo'ldi. Men bu to'y qilmagan. O'tab bergan eri, qovurganni egmay. Qodir, qiz nima deydi? O qiz meni tozimo qomat kishi yigitkansiz deydi. Sizlarni debkala deganda qildimi nima? O meni kuchlik buqquga o'xshayotgansiz deydi. Men tillayotgan o'xshaydi deb yo'q, unda xish yo'q. Oy, Qodir, dadalari
Kuluşnu bəsun degəndi. Vay! Aliyama, bugün akşam qandaqlı olmasın, berişiniz gerek. Kadir akam onun çiliş müsabıqasını görüşünüzde bek kaplığan idi. Meni darvoz aldın saqlan, ha? Ma'qul. Hey, siz qaysi kuni Sadir akamga tunishtirmoqchi bo'lgan eri qiz bilan ko'rishdingizmi? Xotirjam bo'ling, onun bilan ko'rishdim. Bugun Sadir akam bilan mush to'g'riliq so'zlashiman. Ma'qul, xo'shamsa. Bo'pti, endi shunaq bo'lsin, xo'shamsa. Voy, nima olatdingiz? Bosh yog'lig'idan birini olay dedim. Nechi pul? 10 koy. Ko'k rangdan birini beraman. Ma'qul, men o'zingiz tanlayvering. Siz nima maqsadingiz? Do'konimizdan malto'liq xonimizni kirib tanlayvering, ha? Qani, kirib. Mushuni olay. Ma'qul. Xo'shamsa. Nima olasiz? Pakistanning ipak rextidan 3 metr alay. Mana bu Pakistandan ipak rexti, eli. Bana yana Mervayet'in 3 tizıq berin, yaxşıdan bolsun. Ma'qul. Qani, o'zingiz tanlayvering. Do'koningizdagi mollaringiz esilgan. O'zingizmi kelishgan yigitgansiz. Pulni topshirib eting, xeyli. Nimaga aldiraysiz? Sodigar degan mard keladi-ku, sizni Mahira bo'ladi. Ishdan keyin sizni ziyorat qilg'ili kelaman. To'xtab turing, Mahira. To'xtab turing. Gapimni anglang. To'xta. Men sizga malni xato berib qo'yibdiman. Qappa xo'sh. Qalva. Sizdek bir xina uchrab qolganligimdan o'zimni pek musharraf his qilaman. O işte. Xo'sh. Kebaptan 30 lira. Mayada 30 lira. Yaxshi oldu. Sizlar o satanın chiroyiga diqqat qildinglarmi? Chiroyi tortilib ketdi. Hey, Davud, bu yoqqa chiqing. Mehmon keldi. Kirma. Mana. Mehmon kelib hadi. Kirsizlar. Men boshqa buyurdim. Mayaqqa. Nima? Yaxshi oldu. Ma'qul, kelishdik qamisa. Qashqar tarafdan xabar kelgan amal, menga xabar qilib o'taman. Ma'qul emsa. Hey! Davud, bu yerda nima qilyapsiz? Senmi deng? Men bugün alaydan seni yo'qlab keldim. Ha? Qandiqroq? Hey, ma Erdo'cho tavasida borgu, birasini bozaq qilsa, mana menga da, ha? Qanda, unda animaldan peli kesib yutma. Uqdingmi? Ha? Voy. Ha. Men ketdim, ha? 5-10 kundisi menga da, ha? Xo'sh. Bugün meni tozimi nas bastida.
qandaq degan gap Sadir aka, deganlarimni unutib qolmang, a? Esingizda bo'lsin, u qizning ismi Xalida. Mana bu u qizning surati. Angladingizmi? U bugun kech soat 7 da Islom diniy instituti binosi oldida saqlamoqchi bo'lgan. Unutib qolmang, a? Men ketdim emsa. Xo'sh. Ey. Tuduka. Oy. Bu silimitlar Mahmud Chashqon, ha? Yaxshimi sizlar, Tuduka. Qani, ha, uy kiraylik. Mishada o'tasaqmi o'xshash. Yuqori chiqsizlar. Chiqsizlar. Mahmud Chashqon, obdan tutdimi? Sizlar degan bizning aziz mehmonimiz. Bir ish bilan kelgan edim. Yo'ldan o'tgach kirib o'tay dedim. Obdan bo'pti. O'ylarimda cho'ng o'zgarish o'tibdi-ku. Taston yanmay qolakanman. Ancha emas, maqtiqchilik yo'q. Hey, havo bek isib ketdi. Azroq tovuz eyli. Tuduka, bu Asla. Yaqindan beri nima ishlar bilan shug'ullanyaptilar? Pensiyaga chiqqandan beri uyda tikkuchilik qilyapman. Men 30 necha yil mashina haydabman. Oxiri pensiyaga chiqib oldim. Ishlab ko'nib qolibdi ekanman. Cho'ng rasidan bir remontxona ichib oldim. Bekor yurgicha bekor ishlar degan gap bor emasmi? Hay, bu ishlarni. Qani asla. Ay, birodar, chochlarining tushib ketganiga qaraganda oilada bir ko'ngilsizlik yuz berdi. Bu qandaq? Yana shu bolalarning g'imi olmamdi. O'zlariga ma'lum. Bolalarning onasining qazo qilib ketganiga mana 14 yil bo'lib qoldi. Bolalarni o'zim yolg'iz cho'ng qildim. Bu osonga to'xtamadi sizlar. Bolalarmi bir-birlab ishga o'rinlashdi. Balog'atga yetib qoldi. Ularning to'y ishi uchun oz pul xarjlamayman sizlar. O'zimni qo'shganda bu oilada 4 bo'ytoq bor. Haqlar bizni bo'ytoqlar oilasi deb oladi. Men qaraslar, hozir biror loyiq topmoq bek ters bo'lib ketdi. 3 o'g'limning birasini hozirgacha to'y qilolmayotdi emasmi? Hey, anlashimcha, hiliq bodek o'g'illari Chelishtaxili nom obdudak, bu rostmi, ha? Hey, birodar, o Chelishtalar nom chiqarganning nimaga foydasi? O o'ziga biror loyiqmi topolmayotgan tursa. Cho'ng o'g'lim bu yil oliy maktabni bitirdi. Biroq u bekli yuvash. Ayatining kechkichi kitob ko'rishini biladi. Qizlar bilan berish kelishni qat'iy bilmaydi. 3-chi o'g'lim bo'lsa, akalarim o'yinib bo'lgandan keyin ondan bir gap bo'lar deb yuriydi. Menda nima amal bor deylar? O'y deganda biror ayol kishi bo'lmasa, yoshlarimiz biz qiyirlarga o'xshamaydi. G'am qilmaslar Tuduka. Ular o'ziga loyiq tepishganda ishq oldinlarga o'zlari izlab kelishidi. Yaxshi, sizlar oldi bilan o'zlarini o'ylarsizlar. Meni o'ylama demoqchimisizlar? To'g'ri, uyda bir xotin kishi bo'lsa, bolalarni ochtamoqdan g'am qilmaydilar. Uning ustiga o'zlari yashinib qoldilar. O'zlariga bir jo'ri akvagalar tuzuq deyman. Hay, to'g'risizlar. Bolalarim taqa o'ylanmay turib, xerjanimda men o'ylanib olsam, qo'lim qo'shnilar meni nima deb qoladi? Hay, bu bo'lmasmiki? Men chiqib qarab baqay, ha. Uy. Tamoqlar tayyor bo'ldi. Kirib yavaslar. Hey, tosh qoldi, sizlar otgan tosh mehmonning beshiga tekkili. Bayatin balla kapsizlik qilib tashatqa o'xshaydi. Qani, tavuz asla. Qani, asla. Qani, asla. Men endi qaytay, bu muzoyiliq bola otgan tosh. Mening beshimni yerib etmisin yana, ha? Xo'sh emisa. Hey, Nadir!
Ya Nadir! Ya Nadir to'xta! Ya to'xtag'ina! Ne bo'ldi? Tushapka. Hey, ne görse? Uyga. Ha, yaxshi oldu. Ben mi uyga qaytardim? Sen tushib ket. Ha? Akamı birden saylı qilib. Sen araqchi bo'psan. Motosiklet desang bo'lmaydi. Men seni uyingga olib qo'yay, bo'lamdi. Hey, motosiklet deganda bizimiz setib olaymiz juma. Faqat bir oylik kelsamda bo'ldi. Mening karomatimni bir ko'rib. Yo'q, bo'lmaydi. Vaqa tutib qo'ysa. Qandaq? Men ishonmayapamsa, akang qarg'ay bo'ladi ekan. Men Erdo'cho degan yerda borgu, seni hech kim bo'zaq qilmaydi. Ha? Ha, men haydiganimni bir ko'rib baqa. Faqat bu. Kela. Ha. Cho'lta. Ketdik. Ostra qayda? Ostra. Uy. Asta. Ostra qayda? Diqqat qil. Oldimda odam bor ekan. Ostra qayda? Adam baba! Motosikleti tuttu. Adam baba! Adem babo! Yenge birinin bo'lmagansiz, ha? Rahmat balam, rahmat sana. Lükçek, numus qilmaydigan. Bizga charchaq atamsa, bizning opangdek adam, lükçek. Numussuz lükçek. Acha, bu ishni men qilmadim. Sen qilmading? Acha, motosikletni men haydamadim. Men haydamagan. O haydagandi. To'xtadayman. To'xtala, qaytib ket. Tez qulunla. Bana endi xo'p bo'ldimi? Kelimiz qo'lda keladi. Tez qochaylik, tez. Qara, nima qilib Tez bu. To'xta. Nima bu? Neymiş kılavuz ya? Kundak gel bu. Ben seni edin ondan beni kapısam. Bu düşecekler. Duruş. Vay. Beni tukumdurup. Davut, bugun sen nim bo'lding, ha? Nim bo'pti men, ha? Sarani o'zi bo'psan-ku. Qandaq motosikletda haydash mahoratim yo'qmi ekan, ha? Sen degan ufka, men degan aka. Güzel şehir, güzel keləcək, güzel. Siz Sadir bulamsiz? shundoq. Men Sadir bo'lman. Men Yaxshi. Undaqda men bilaman. Eng yeni, eng nadir, sizlikka yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar sizlik film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Shunqar deyin. Men demoqchi bo'lganim men Sadir. Do'stim, chaqchaq qilmayotgansan. Sadir degan men bo'laman. Yo'q, men Yürü. Tazın qiziq odamga. Shu emasmi? O'tiring. Qani choy iching. Bo'ladi.
Tursun bir yerga chiqib ketdimi? Qaysi Tursun? Yo'lishingiz Tursunchu. Nima dedingiz? Men Tursunning savodishi bo'laman. Ismim Sodir. Qaramaydan yig'inga kelgan. Atigan uning telefon qilgandim. U agar men yo'q bo'lib qolsam, ayolim ishga oldida seni kutib oldi degandi. Ma'qul. Shunday bo'lsin. Konkurs ishlarni men bag'anda o'rlashtirayli. Kiring. Mudir. Qodir. Keling, o'tiring. Ma'qulamsa shunday bo'lsin. Xo'sh. O'tiring. Bugungi musobaqaga tayyorligingiz qanday? Chatoq yo'q. Bugun men sizni bir ish bilan chaqirtgandim. O'g'illikka Ko'rl oblasti bo'yicha chelish musobaqasi o'tkazilmoqchi. Sohibxon tarafning taklifi bo'yicha har qaysi mashq atratidan birdan tanargacha avatilmoqchi. Chelish atratidan sizni berishni qaror qildik. Ahatli yo'lga chiqing. Qanday? Chatoq yo'q. Aliye. Bu yoqqa chiqing. Tez bo'ling. Nadir, men chiqibli kerak. Chiqib kiram. Oy. Men qarang Aliye, chatoq bo'ldi. Yo'ldosh Qodir, bu qitim siz chempion bo'ldingiz. Ta'sirotingizni so'zlab berasiz. Ta'sirot. Kechiringlar, menda so'zgidek eshitimi yo'q. Yo'ldosh Qodir, tomoshabinlar sizning bundan keyingi orzuyingiz to'g'risida bir ikki og'iz gap qilib berishingizni umid qilyapti. Mening umidim va qiziqadiganim xotin edish. O'zimga sodiq bir jo'ri tepish. Agar siz mening o'sha orzuyimni amalga oshishiga yordam qila olgan bo'lsangiz, sizdan bakmo minnatdor bo'lgan bo'lardim. Rost gapni qilsam, biz ishni buzib qo'ydik. Sodir akam qarab turib, o'sal ahvolga tushib qoldi. Xolidam Sodirning o'zini afv qilishini umid qilyapti. Ahvoldan qaraganda Sodir akam menga Xolidamni hargiz izlamaydi. O'tinib qolay, uningga yana birini tanishtirib qo'ygan bo'lsa yaxshi bo'pti-ki. Qandaq? Yana birini tanishtiram deb. Undaq yaxshi qizni endi hargiz topolmaysizlar. Aliye, o'zingizga ma'lum, navoda Sodir akamni o'lib o'tmasak, biz umr bo'yi xotinsiz yuraveramiz. Mening boshqalar xotin tunishtirganga vaqtim yo'q. Shunday qilgan bo'lsangiz, bizning oyning aytvorliq mehmoni bo'lgan bo'lardingiz. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Xo'sh. Qodir, bag'rash gulga berib baqqanmi? Yo'q, bo'lmagan. Yuringlar, yuqori chiqib o'tiraylik. Bugun havo nimaga yaxshi, ha? Hey, yigitlar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Jiringlar. Yuringlar, yuqori chiqib o'tiraylik. Hey, yigitlar. Bugungi bo'sh vaqtimizdan foydalanib, Bag'rash ko'lini bir sayli qilib kelsak, qandoq deysizlar? Yaxshi bo'ldi. Mening bir taklifim bordi. Qandoq taklif? Menga bir motosikletdan birini berib turgan bo'lsangiz, o'zim yolg'iz oylim kelgan bo'lsa. Chatoq yo'q. Ko'rdida motosiklet tepish degan oson gap, ha? Men birini tepib beray, ha?
Bana yeri. Vay can, vay. Adam Yo'las. Yo'las bu yoqqa kel. Endi o'g'irlar qilganchasilik qilolmaydi. Ödünüp qilay xon qiz. İştingizni tutib olgan bo'lsangiz. Sizni kim o'g'irlik qilsin debdi? Oy, men ishtim o'g'irlimidu? O'g'irlamadim deysiz-ku. Ayetki nima u? Bayida onun pulini qo'yib qo'ydim-ku. Xilmat o'g'irlik qilasiz. Meni to'la haqorat qilmasangiz, ha? Oy, qo'l qil Yo'las. Qo'l qil. Qapimay. Kiyimimni ilevatgan bo'lsangiz xon qiz. Kiyimimni ilevatgan bo'lsangiz. O'zingiz berib eling. U ishtingiz. Eling. Bo'pti, sizni kechiraytay. Ismingiz nima? Nerdan keldingiz? Bu yerda nima ish qilib yuryapsiz? Qaramaqqimi? Faqat o'g'irga o'xshamaydi ekan. Shunda qizchaq, to'g'ri dedingiz. O'zingiz ismingiz kim bo'ladi? Fatima, siz bilan tanishib qolganligimdan intayin qo'shalman. Ishtingizni qo'llayotgan bo'lsangiz. Bo'lmaydi. Men yot odamlar bilan so'zlashayotganda u mendan bir qadam ayrilmaydi. Agar boshqalar menga xavf yetkazmasa, u boshqalarga xavf yetkazmaydi. Siz qo'rqmang. Özümle tanıştırıp ötey. Mening ismim Qodir. Chelishishdan harkatsi. Balkim bu ismni siz mi anlagan bo'lishingiz mumkin. Faqat anglab baxmabdiman. Qaraganda siz gazet jurnal deganlarni o'qimayotgansizda. Albatta o'qiyman. Mening ish izlarim doim degidek gazet jurnallarda e'lon qilinib turdi. Har kuni degidek besilib turdi. Ko'mabdikanman. Men gazet jurnallardan faqat o'zimga yarg'anli maqolalarni tanlab o'qiyman. Mondaqdan siz örümcek berib baqqanmi? Yo'q.
Siz hakikaten kelishgan qizkansiz. Acaba siz Urumchiga berishni xohlamamsiz? O yer bakmi güzel bir shahar. Qandaq baraman? Rostli berish niyatingiz bo'lsa, mana men og'ish ketay. Gapini chiroyliqligini Urumchiga ber o'ylablar, meni tonimas bo'lib olasiz? Yo'q, hargiz unda qilmayman. Men sizni jahondagi eng go'zal joylarga olib borib o'yintib kelaman. Ismingiz nima? Fatima. Rost aytaman Fatima. Siz agar Urumchiga borsangizlar shu chog'da men Qodirning jamiyatga nom obro'yimni tushungan bo'lardingiz. Mengacha nom ataqning keragi yo'q. Sizga nima kerak? Gap qilsangiz-chi. Mengacha qavul summatliq er kerak. Mana ko'rdingizmi? Mau qavul bilaklarni. Biz qizlarningcha sizlar erlanmaydigan amalimiz bor. Masalan, meni ishqitol etish shundaqmi? So'zalamsiz, beliq tutalamsiz. O degan qanchalik ishdi. So'zlish beliq tutish deganni kim bilmaydi? Odat kishilar u. Undaq bo'lsa yaxshi. Qiyiq ustidagi odamni ko'rdingizmi? Qiyiqni haydab berib, tornishini qaptirib bering. Meni da'vatamsiz. Odat kishida atatdingizmi? To'g'ri, odat kishilar. Menga bering. Eringlar. Adam baba! Dada! Dada bir suğa düşkensin! Dada! İklas para! Kader! Kader! Sen de şifere! Ulan aka, biz bu. Yürü. Tata. Sen kosağını bas. Ben kutuyu götüreyim. Seni yandırıyorsun. Yanmadım. Kosağını ben basay. Seni yandırıyorsun. O nereden keptiken? Urumchidan sayatga ketdikan. O qanday qilib suv tushib ketdi? U menga qiyiq haydash degan odatga ishgandi. Kerak yo'q, yaxshi qoladi. Dada, o eshik keldi. Dada, biz mush yerda shuncha yillardan beri beliq tutib yuribdimiz, lekin azaldan bundoq cho'ngliqni tutib boqmabdimiz. Ben qaytay. Bugun kechdi bizning yig'ilishimiz bor. Men qaytay. Xo'shamsa. Hey, Qodir! Xo'sh. Qodir! Xo'sh. Qodir, to'xtab turing. Qodir! Qodir! Xayr xo'sh. Qodir!
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz Aliya. Bu yerga kelib qolibsiz-ku. Men sizga xush xabar keldim. Men yana bir yangi nishonni bayqadim. Bo'ldi qiling Aliya. Qizlar ko'rsamlar, yuragim og'zimga tiqilib qilib, qizlar gaplanmay qoldi ekanman. Bugun siz bilan yuz ko'rishgan qizning ismi Turnusagul. Ishdan tushgandan keyin men u qizni boshlab kelaman. Bundaqda qanaq bo'lar? Xijil bo'ldi nimasi bor? Oldida ko'rishib boqmamsizlar. Alsam o'tganda Rayhon bilan yuz ko'rishganda ara 2 soatda birga bo'libsiz. U sizga 3 turlik savol qo'ysa, bir og'iz gap bilan javob beribsiz. O'g'il deganda undaqmi tatinchoq bo'lamdi? Bilaman. Qizlar bilan muhabbatlashganda o'g'illar tashabbuskor bo'lish kerak. Biroq men qizlarni ko'rsamlar, buni kiyversiniz, bir umr xotin olamaysiz, juma. O'g'il bal degan bog'u, qizlarni ko'rsa tashabbuskor qilib bo'ladigan. Unda qizlarni ko'rsangiz, beshingizni ishingizga tiqib olsangiz, qizlar sizni qandaqmi yarassin? Men rahmat. Apa, bunun qarang, buraq bo'ladi ekan-a? Senga yararli bo'ldi. Menga yaradi. Aliya. Bugün dam oldingizmi? Yo'q, opamni doktorga bordim. Opangiz qani? Ikkimizni xijil bo'lib qolmisin deb qolgandi. Shundaqmi? Yo'q, qani, buni yema. Ilim. Hey, Mo'shulikcha shu. sen bu ayolni tanimsan? Yo'q. Bu ishni men qilmagan. Men bilaman. Bula, Aliya. Opa, qandaq gap? Opa, bu heliqni motosiklet minib bizni qo'lganlikcha shu kuni men uyga qaytib to'g'ri 4 kun o'rib yetib qoldim. O'lish ko'p kunnizni tap tatmasdan oldimni to'sdi texi. Opa, nimalar deydigansiz? Ha, nima deysan? Siz har yili ilg'or o'qituvchi bo'lamsiz? Shundaq. Meni yaxshi ko'rsiz? Men kitobni yaxshi ko'raman. Bu oddiy bo'lgan. Ko'rdingizmi bo'lamsiz? Meni qo'rqitdingiz. Kam. Choy ich. Oy. Men qasddan undaq qilmadim. Kechiring, men surtib ketay. Bo'ldi. Qo'lingiz doim titraydi. Yo'q, yatdan boshlabla mushundaq titraydigan bo'ldi. Doktor ko'rinib baqsangiz o'g'ri. Öybek issiq-a. Rahmat deysiz. Derizni ichmas qandaq. Haqma. Oy jon. Oy. Kim bo'ldi? Rahmat. Bu o'rindiq. Men berib derizni ichay. Qizg'in, tashabbuskor bo'lib. Qani. Tatinma. Elang. Tatinma. Elang neris chataqmi nima? Tatinma deyman. Elang. Tamam. Hoy, men yaxshi qaytay. Hey.
Hey, Tudağın ustam. Ne kılırsızlar? Maşinaya sıvatıma. Ben bayrakta saksanın hatırını nereden çıkanısına ekirip gitip atkaldım. Kaçan dedin? Tek yedirakta. Rasma? İşenmensiniz. Özünüz bir kardeşim. Bu vazifelerin mi? Azırak işim çıkıp kaldı. Onun iştivarsan bu pike. Bulam da. Aka ben sizin tanımsa. Ben bu maşinin ilgisi. Sayman lazım bu kaldı. Bapta. Tezra kaynak kilasiz ha. Rahmet usta. Hoşta. Doğru. Güzel. Kale. Gel. Kale. Hep tağa. Sizin bir iş olmagandı. 小兄弟，谢谢了，不客气，不客气。哎，小兄弟，能不能再帮个忙，把自行车从水里捞出来？我们要到库车去，在这儿搭便车，这个忙我们帮不了了啊。小兄弟，如果你们帮忙的话，我的车就在那儿，只要你们把我的自行车从水里捞出来，我会让你们搭便车的。那好吧，我们就给你帮这个忙。谢谢了，兄弟啊，谢谢。小心点儿，慢点，小心点啊！轻点儿，那车可是我借的。哎呀，没事儿。老师傅接上。哎呀，好。谢谢，太谢谢了。哎，老师傅啊，您的汽车呢？就在那边2个年轻人喝酒的背后啊。好，去吧，我马上回来。这下行了，不用求人了，这个忙帮得值得。哎，停下！你师傅哪儿去了？哪个师傅？就是那个老师傅。什么老师傅、小师傅的？就是那个老师傅嘛！你过瘾吗？快去，不许拉车！你这个人，你们都给我下来！你接着。是老师傅。什么老师傅、小师傅的？太不像话了！快点下来，听见没有？干嘛看个小样？哎呀，老师傅让他们上就上。告诉你们，再不下来，送你们到交通警那去。下去。交通警？哎呀，大哥，抓紧车厢！我搞的。哎呦！你们俩怎么下去了？哎呦！塞着没有？我叫你们给我下去！你给我下来！干什么你？这是干什么你？不是我看不笑话了！我今天谁也不能摔我呀你！啊？干什么女儿来了？他要打人！看看吧，就是他。哎呀，情况就是这样。自行车的号码是多少？4201。再见，再见，谢谢了，谢谢了，别客气。不管怎么说，进派出所名称总不好听，别人听了会怎么想？那怕什么？事情不都讲清楚了吗？别人可不这么想。今后啊，你少跟这种人来往。马上跟我回家去。站住！跟我们走吧。上哪儿？去派出所。走吧。纳德尔，你又闯什么祸了？我。Sadır balam. Dadılları. Nim baptı? Dadılları o. Dadam nim baptı? Dadılları o. Oy dadam nim baptı? Oy Kadir balam. Keldili mi?
Dadalarını nenden sakçıkansın. Nima chiqan? Tez bo'lsinlar. Voy, nima qilganda? Mana. Biz ketdik emisi. Rabiyacha uy qarab qo'yasiz. Hey, astar Ahmet. Nima shu ketganlar? Yoldaş, ben bu kitaplarını ariyetga algan. Qaytib keldingizmi dada? Ha, qaytib keldim. Hey, sen nima ish qilibamiding? Nega? Salih axunning to'yiga-chi o. O, abla, unutib qolibman emas. Ikki akang u yerda xarajatga yerim kun bo'ldi. Hech bo'lmaganda sen berib ko'rinib qo'ygin. Tushdagi muhim bir savdo ishim bor-da. Men kechqurun qarab baqay-a. Qara seni. Shunchalik muhim ishmi u? O'rimchidagi birdan bir tuqqunimiz bo'lsa, sen bormasan bo'lmaydi. Kechiring dada, men rostlik o to'yga boramayman. Bugungi bu fursat men uchun oltindan qimmat tursa, men qanday boraman? Hey, ne ko'rsa? To'xta deyman. Kechiring dada, xo'sh emsa. Hey balam, sen pulni deb tuqqanlarimni kechib ketsan bo'lmaydi. Sen bilamsan, men bu yashimda seni deb saqchixonaga kirib chiqqan tursam. Hey, bu ballarimiz. Oy, Rabixan, siz bittiniz. Qani, ishga kiring. Ish yerda o'tir. Qanamsa, o'tiring. Kiyimlarini yuyib quritib qo'ygan. Sizni avvar qilibman. Xijil bo'lib o'taman. Chiroylarga nima bo'ldi? Bo'lakchiligi. Xalqlarning to'y qilganini ko'rib, ko'nglim bo'lakchil bo'lib ketib qoldi. Tudaxun, nima bo'ldi sizlarga? Menimcha, ikkimizning to'y ishinimi? Davatgan gapini. Sizlarchi oldida shu atvolik uch o'g'illarni o'ylab bo'lib andindisizlar. Ey Rabixan, men oldin boshlamchi bo'lib beraymikin deyman. Shunda qilsam, u uch so'ltak yurakliroq bo'lamikin deyman. Qayerlar? Abiya qiz. Ko'zlari to'rilishib qoldimi, meni qizlar o'xshatdilar-ku. Yana birdam o'ltirsin-chi. Taqmaydigan. Siz hozirmi kutubxonada ishlayapsiz? Shundoq. Men. Ay, to'xtang. Men kutubxonada ishlayman. Siz ariyat olgan kitoblarni qaytirib olg'ili keldim. Men o kitoblarning netisini uyda unutib qolib ekanman. O'tiring. Siz jami 4 tane kitap ariyat qilibsiz. Shundoq. 2 kunga qolmay qaytirib berishingiz kerak. Ma'qul. Hey. O'zi qo'pol bo'g'ini bilan xeyli qamlashgan qiz ekan, ha? Bilaman, siz mendan yilimi xafa bo'lyapsiz. Ikkimiz buni yuz ko'rishib baxmaganligimiz uchun men boshqa birisini sizga o'xshatib qilib, uqishmasdan uyga boshlab qo'yibdiman. Mening kasobatimdan siz bir qatam haqorat qilindingiz. Ammo men sizning bilimlik ham aniq bir yosh ekanligingizga ishonaman. Ikkimizning bundan keyingi munosabatimizning mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men sizning meni afv qilganligingizga ishonaman. Xolida. Chiroyli qilasiz, Ko'rib baqaylik-chi.
Voy, ajab chiroyliqkan go, ko'rib baqay. Nimandaq chiroyliq? Nereden aldыңlar? Tönkörükteki Nadir isimli bir ticaretçi bizge ötünüp verdi. Metr qanchkan? Arzal eli aldık. Ha, ajab taliyimiz geldi. O özüm chiroyliq bo'g'ashqa Nadir azali bervetdi. Özüme kirişken yigitken. Sizlarmi ochiq yo'riq bo'g'ashqa og'ansizlar? Ajab taliyinglar ketdi. Ay. Rahmat chiroyliqkan. Helaylikçi mi bu? Bey, Aliyama, ben Nadir. Bey, bey. Gez kırma, gezet. Gel sen çıksa kara. Dünyadaki gezlerin hemmisini kökü götürüp atıdı. Bu shunday qo'laveradigan bo'lsa, oxir buning qizini birini tanishtiramda deke, ha? Çokumuz satımen çokumuz. Çokumuzdan birini verin ha. Hey, Fukam. Sen ma binada o'ltirdigan Aliya haydashni tanimsan, ha? Tanıyman. 3. qavatda o'ltirdi. Ondaq bo'lsa, bag'o, sen mush xatni o'z qo'ling bilan shu haydashga yetkazbagin, ha? Ma'qul. Boshqasiga herkes bermechimi? Sen qaytib chiqqandan keyin bag'man eng nadir sizlikka yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar sizlik film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Shunqar deyin. Hey balam, sen Tudaxun'un oğluğu deymen, ha? O'zingiz. Sen beni tanımaysan, sen Tudaxun'un 3. oğluğu deymen. Men Nadir bo'laman, taqa. Ben dadağının ağaynisi. Uqdun mu? Uqdim. Ben dadağının yakın ağaynisi. Sen beni tanımaysan, sen küçük vaxtında ben sana oyuncak ve kempitlerini öpürdiğen Tağa Mahmut oğlu ben. Oo, Mahmut taraf siz bo'lur ekansiz da. Bu yerda nima ish qilyapsan? Birisini saqlayotgan. Uy kirib ket. Mana mushu. Qani. Qani o'tira. Tatilma, ha? O'tira. Men kirib chiqay. Opsi! Ey, opsi! Tatilmay azodi o'tirayman. Hey, opsi! Oy, Bo'ldi, o'tirgin, ha? O'tir. Bo'ladi. Men chiqib kiray. Bu. Nima shub ketdi? Boshimiz. Badan topam başımda, söyle yarım kışımda. Badan topam başımda, söyle yarım kışımda. Söyle yarım kışımda. Sen nima deb jo'ylayapsan? Dada, beni pişirip koygandım, hep çıkay ya.
Mana geldi. Qani ya. Hey, bugün sana nima bo'ldi? Yine naqsh etsan, yine sakrab yursan go. Dada, ishdan sirtqa o'yin tayyorlab qatdiq. Shunga mashq qilyapman. Qani, ag'ash o'tir. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ey kiraylar. Qani, ey kiring. Sadir aka. Mobiliqni ishqinglar tetib qolqamsizlar. Bo'ldi. Rahmat, bo'ldi. Dada, Sadir akam qachaladim bu qizol bilan tanishib qoldi. O'zing so'ramamsan. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Men mana. Hey, tomoq yeb qayting. Bo'ldi. Hey yigit, tomoq yepamamsiz. Rahmat. Bu beliq rostla o'xshabdi. Aka, ko'rliq berib, bek sabrib ketibsan-ku. Sen pul bergini bilan menga qomat berdi. Qomat. Dada, dasturxoningiz mol bo'lsin. Men sizga atar 2 kilo tomir kafe olib keldim. Siz xafa bo'lmang, ha? Men Sali akamning to'yiga boramaganligim uchun undan afv so'radim, u meni kechirib etdi. Shu keli topgan pulimga men akamga tap motosiklet olib keldim. Shundaqmi? Qani ko'rib aka. Endi yaxshi bo'ldi. Hammanglarning birdan motosiklet bor bo'ldi. Hey, akam qani? Hey, Sadir akam-chu. Kiringlar baldirim, kiringlar. Qani, ey kiringlar. Yaxshimisizlar? Ey kiringlar. Ay, dada, nima qarayapsiz? Motosiklet qarayapman. Tatınmay elim. Tatınmayman. Ruskin. Bu nim kitap? Roski. Qandaq ma'na? Rost kitap. Rostcha. Bu kitobni o'qib tushuna olamsiz? Ba'zida lug'atni oqtirib yurib o'qib ketaman. İngliz tilida mushtaq so'z bo'ladigan. To'g'ri. Yezilishi bilan o'qilishi o'xshamaydi. Stro degan bu so'z rus tilida tarix va hikoya degan ma'noda. Balki ingliz tilida bir-biriga o'xshamaydigan lug'at ma'noda. İngliz tili, fransuz tili, rus tilida bunda ko'chma hodislar intayin umumlashgan. Men sizdan tanishishdan burun siz yozgan she'rlarni o'qigan. Rostimni essam, siz yozgan she'rlarni pek yaxshi ko'raman. Siz yozgan rengarang dunyo va Tangri degan bu ikki she'ringizni yodlab oldim. Qaltis yaxshi yozilgan she'rga. Men sizning tunji sodiq o'qirmanlaringizdan bo'lishni xohlayman. Sadir, nima bo'ldingiz? O'ylamabdiman. Dunyoda mening she'rlarimni yoqtirib o'qiydigan qizlar bor ekan. Sadir, atkashda meni yotiqimga bering. Kutubxonada yotoq bo'lmag'ashqa hozircha Islom institutidagi do'stlarimning yotig'ida yetyapman. Siz meni xato tunib qolmagansiz. Yo'q, bu qatim hargiz xato tunib qolmayman.
Nadir, hoş geldin. Vaktimiz bol sizin berip durar, Nadir. Polada, men mi baraman? Hoş geldin. Hoş bulduk. Rastı möcize. Dastıkan sanmamsız Rabia. Nime, qosaqlari echibdi-da? Ay. Vallahi bunu bana ağaç keptiken, sizge sıkınıp ağaç geldim. Bunun da mı tetip pekken? Oy, rahmet. Çay demlep berey, ya? Boldu, avar olma. Demlep berey. Ma'qul. Odat qizlarni ko'zi qizirib ketadigan Sadir, qizlarni uyga akirgidek bo'pti-da. Onun mening o'g'lim ekanligini unutib qolmasligingiz kerak. Voy, Qodirmi sizlarning o'g'illari-ku? Hay, uning gapini qilmang. U men qiyirchilikim bo'lamidi? Qandaq bo'lsa bo'ladi? Mening o bodak o'g'lim uyda o'qtatib o'ltirdi. Men bo'lsam bu yerda muhabbatlashib, ko'ngil ichib o'ltiraman emasmi? O o'g'lim menchilikmi bo'lamidi? O'g'illari haraqni chiqishib qo'ydimi? Bo'ldi, bu gapni qilishmaydi. Menga yasutun bir nelasizlar. Nima dedilar? Voy, mening belim og'rib ketib bordi. Biroz orom edi ular, ha? Voy, kech kirib qoldi. Uylari kirib aramasizlar, ha? Yana bir qitim soqchiga kirib chiqilar bormi-ya? Bo'lsizlar. Qo'rsizlar. Uylarga kirib aramasizlar, ha? Ayollarning hilasi so'lijimi? Bo'ladi. Men hozirlik aytay, ha? Ma'qul. Mana mende. Bundan keyin men hargiz aslimislar. Ha? Men ketdim. Dadam, akam, inim, hammasının layığı var. Mende bir çelişmayırla tenha kaldı. Kadir, zihnini bir yer yık.
Bugün sana ne oldu? Neymiş karşı taraftan putunu boşluk tutsa degan gaplarni esingdimi? İnkasını tez qil. Karşı tarafga hergiz rahim qilma. Bula, chaqa bu. Nashiqil. Ha, yaxshi. 10 minut aramaylıqlar. Hey, kelinglar. Eng yeni xabar. Urumchi loyiq tunishtirish o'rni bu yil eng zo'r natijalarga erishdi. Navbatda yana bir qancha loyiq tunishtirish o'rni g'alabalik qurildi. Ko'rdinglarmi? Ha? Qodir, sen mushaga bossan bo'lmamdi? Ha? Hey, ular sen uchun xizmat qiladi. Mushaga bossang, sen yaxshi xotinlarni topa olaysan, ha? Og'zingni shum. Hey, sen meni Qodir topamaysan, ko'radim sen, ha? Qo'ydinglar-ku. Sen meni to'la haqoratlama. Og'zingni choq etib gap qil, uqdingmi? Ha? Hey, Qodir, meni kechirgin. Buncha ular qopib ketishini o'ylamabdiman. Har qaysondan buningda boshqa choqchiqmi yo'qmi, ha? Hey, Qodir. Nima ish bo'ldi? Birisi motosiklet bilan urib yetib qochib ketibdi. Mahmud aka. Siz qarab turing, men mashina chaqirib kelay. Mashina to'xtating. Asta. Mashina to'xtating. Nima bo'ldi? Shoprosdan biz yaralangan-da, doktorxonaga olib chiqmagan bo'lsangiz. Ma'qul. Ha, yo'lni bo'shtinglar. Ko'tiraylar. Avaylanlar. Ay. Oy dadısı, senin imandaq baxtsiz, gözlerini içip bana bir qarısıcı. Ensörməkdənlik emas, onu biraz teniş qoyunlar. Bu zat neymiş? Motosiklet mingen bir yigit, onu soqib etibdi. Ölgürlükcek, buraya burnundan. Sen neymiş ki bunda kılısan, bizden aile bilen neymiş ki xeyirsen. Ya, gipimni ağılsınım şu. Zaten neymiş ki xeyirsen. Asta. Ha? Baqa, sen neymiş ki bizden xeyirsen kılısan. Ölgür. Oldu kısa. Ölgürlükcek. Yo'ldishingizni boshqalar so'qib etgan. Bu yigit yordamlashib, yo'ldishingizni doktorxonaga olib ketdi. Nima? Ay. Qarasınız bu odakni. Bunu o'zi yog'zatib faraq chiqib ketgandi. Yaqtirib qalgan bo'lsang, san tanishtirib qo'yaymi? U hiliqi chilish mayri Qodir bo'ladi. U chilish mayri xuddi iyib o'xshashda tasdiqkan. U cho'qini seni yaqtirib qalgan gap. Qaratavatgan gapingni. Marhamat. Tansi o'ynagan bo'lsa. O'zimizni bo'sh chaqlamanglar. Shundaqmi? U ilgari usul chikandiq. Sizlar ishonmaysizlar? Ishonmaymiz. Qadam bu usulchi bo'la olasan. Shundaymi-na? Shundaymi? Hey, qarama biz taraf qarab kelyapti.
Жүріңлар. Merhamet. Doğrusanlaştı ha. Sizler qo'ruq shon-sharafkansizlar. Sizlarga hech qanday qiz bola qiziqmaydi ekan. Endi sizlarning nima kerakinglar? Stansimizden Elican xabar qiladi. Yaqinda Kucha nahisida eg'ir kelkin ofat yuz berdi. Shahrimizdagi har qaysi idoralar va har qaysi emgak namunchilari yordamga bordi. Yakki tijoratchi Nadir Kucha nahilik Bo'ston boshlang'ich maktabining sinflarini kelkin vayron qilayotganligini anglab 6 ming yuan iyona qildi. Yo'ldosh Nadir, Bo'ston boshlang'ich maktabiga 6 ming yuan naqd pul iyona qilganingizning sababi nima? Mandaq. Men Bo'ston boshlang'ich maktabininki kelkin ofatiga uchraganligini anglab, bakmo bearam bo'ldim. Men kichigimda yaxshi o'qiganman. Tijorat bilan shug'ullangandan keyin o'zimning savirimning naiti tuvan ekanligini his qildim. Navbatda o'smirlarning bilim egallashi eng muhim masala. Shunga men bu xabarni anglab, maktabga pul iyona qilishni o'yladim. Pul iyona qilishdan burun ideyarimda sal-pal davolg'ush paydo bo'ldi. Men burildi sana. Onundan kechirim so'radigandim o. Lekin sen faqatla anlamading. Endi ko'rgansan, Tudaxun bolalarni qandoq tarbiyalabdi. Lekin sen-chu nurg'un kechirgisiz ishlarni qilding. Agar seni deginingdek bo'lsa, ofat yuz bergan o'ringa nurg'un pul iyona qilamdi. Afsus, to'lima, afsus. Odamning ichi serildi danga. Nemishqa? Nemishqa odamsiz? Albatta shu 6 ming qo'yg'ida. Nimalarni deb yuriydigan sen? Biz boldurroq qo'limizni ishlatgan bo'lsak, shu 6 ming qo'yning oshqichi qizimizning qo'lda bo'lgan bo'ladi. Hey, hamakat xotin. Sen qalayimqon xiyolot bo'lmay, haqqa qandoq yuz kelishni o'ylashga. Dada, Nadir 6 ming qo'y to'g'irliq. Siz bilan paranglashganmidi? Menga degan. Shu 6 ming qo'y pul bo'lgan bo'lsa, Sadirning to'y ishini mo hal qilib olgan bo'lardik. Qandoq dedim dada? Ay, ishdan sirtqa o'yin qo'ydigan ishinglar qandoq bo'lib ketdi? Tamamlandi. Onundan yaxshi asarlarni tanlab chiqib, musobaqaga qatnashtirmoqchi bo'ldi. Onundan mening bu numarimni tanlab oldi. Rasma? Ras. At biletin birini akilay, ber ko'rib keladi. Ma'qul. Qadir, mumkin bo'lsa, bir ishkin xushbag'ach kerak. Bo'ladi.
Korni vakillar uyiga. Korni vakillar uyiga qayerda? Ha? Mana bu yerda. Ya'ni 2 numurdan keyin navbat sizga kiradi. Obdan tayyorlik qiling, ha? Ma'qul. Voy. Ahmadjon, nima bo'ldingiz? Peshtoqdan chiqcha putum qorilib ketdi. Astag'firullah. Korni vakillar uyiga. Korni vakillar uyiga. Navbat sizlarga keldi. Maydonga chiqinglar. Ahmadjonning puti qayrilib ketibdi ekan. Faqat menga olmayotdi. Nima? Faqat amal qilib bo'lmamda. Bo'lmaydi. Bak og'rib ketyapti. Astag'firullah. Nomerni almashtirsak, qalaymi qanchalik bo'lmadi. Sizlarni qanday nomerdi? Qo'sh kishilik lapar o'rinlaydik. Faqat amal qilib bo'lmadi. Men sizlarga yaxshi bir yordam ishlab beray bo'lamda. Qayerda? Siz qanday? Tez, chopsan. Sen günümünü yutsan o. Neymiş Fatih? Mühim bir iş var. Siz böyle. Böyle. Hoşam sen. Qandoqroq? 5 minut ciddiy olamsan. Yo'q, ciddiy olmayman. Bak og'riyotdi. Bo'ldi, sog' bo'l. Yordam qilgana. Sen o'ynayalasan, sen uning ustiga o'ynab tayyorligim bo'lmasa, men qanday o'ynayalayman? Uning ustiga o'qisan, sanamasan. Bo'ldi qila. Sen o'ynayalasan. Qadir. Fatima. Mening yuzimni qilib bo'lsimi ma'quldang? Aslida ham qarilishadigan qiz sizmidingiz? Bo'ladi, kiyimni olib keling. Chapsan bo'lar. Tez kiyimni seling. Voy. Tövendeki numar qo'sh kishilik usul. Uchrashish. Baynig'ulun Mo'ng'ul Abnom oblastidan Fatima, tantarbiya komiteti, ishdan sirtqi o'makdan Qadir qatorliqlar o'rinlaydi. Qadirning numari tex tugimabdi-da. Qaraganda yangi numar bor o'xshaydi. Bu kiyim kichik kelib qoldi. Bundaq sahnaga chiqsam qandoq bo'ladi? Bo'lmaydi. Adigina. Nihoyat qiziqarli bo'ladi. Chiqa. Bo'la. Bundaq chiqsam qandoq bo'ladi? Qodir, qara, parda ochilib ketdi. Men To'g'ri qildi. Nimada qamlashmagan kim kiyib oldi? Qarang olmayapti. Artist degancha oshundoq kiyinadi. Hayron qolmang. Jiddiylashmang, g'ayratli bo'ling. Bir qiz bordi. Men uni intayin yaxshi ko'rib qoldim. Uning uchun sarang bo'lib qolay dedim. Hatto kiyimimni qandoq kiyishni unutilib qoldim. Mana bu inimning kiyimini kiyib keldim. Agarda Fatimani topolmasam, Rasululloh ilishib qoladigan o'xshayman. Uni sizlar ko'rganmi? Sizlar uni uchratmasalar, zotli tonimaysizlar. Fatima! Hey Fatima! Qaranglar, u başlab etdi. Hey Fatima! Qaranglar, Fatima men qarab kelyapti. Hey Fatima! Sırışmanda men siz bilen köl boyda idim. Nefsim kıldı cemaliniz ay mekin dedim. Mehmet'ini kunci kuyrup, kurbanımın hepsinizin, devrimizde ona kalkamet, mekin dedim. Nime dediniz? Bay mekin dedim. Manda da. Gönül kol, kuyumuzda orman. Mehmet'ini yana sürsem gayduğa. Günden beri arzuyum şu kalbimde gülhan. Hüsnü
yüzünüzni yana bir ret ko'rsam deydigan. Mana qayta uchrashsak, mana endi uchrashsak, ayting Amerikasi sana manga deydigan. Bommandıgan. Siz bilen toy qilsam deydigan. Gapni mushuna qilamda deydigan. Dərslimdə sal qorxdum. Keyin sizni ko'rgandan keyin jon kirdi. Qandaq, men bulam dikanman. Bak yaxshi o'yindingiz. Menga cho'ng yordam qildingiz jimi? Hay, bu qanchalik ishdi? Kunlar texi uzun. Keyin meni texmi yaxshi tushunib qolasiz. Nima degan go'zal. Uyingizga iliq ish bormi? Ba. Basam u meni yana tishlami? Bilmayman. U meni bu daqiqadan basam cho'qim tishlamaydi. Hatingizdan bak eshib ketsangiz tishlab oladi. Siz menga Urumchiga borsangiz eng manzarali joylarga apirib o'ynab kelman degandingiz. Shundoq. Atrim boshlab siz uchun xizmat qilishga tayyorman. Xolsangiz narsan degandek yerlarga apirib o'ynab akilaman. Rasma? Bek yaxshi oldi. Ay, tuz qilib nima ish qilasiz? Xayr, xo'sh. Men bugungi bu go'zal kechani menga unutib qolmayman. Texi boldirg'u. Nimaga oldiraysiz? Kech kirib ketdi. Qaytmasam bo'lmaydi. Mo'shundoqlik ketib qolamsiz. Xayr, xo'sh. Hey! Fatima! Hay! Qani asla ha. Asla ha. Tatmay bavzur o'tdi asla ha. Qani. Adam, evet mislirmi? Biz o'zimiz kelaverdik. Ay, men sizning keldiganliklarini anglab, bu yoqni bu ekilib oldim. Urdaka, xapomisla. Nadirni tunumag'anlikdan mushunda qo'qishmaslik kelib chiqdi. Appu so'rayman. Kerak yo'q. Hamiz o'z odam emasmi, ha? Nadirmi kelib qoldi. Qani aylanma. Hey, Nadir, kelib mehmonlarga salom bergin. Hey, bu balınıza Nero'sunun adışıp kaldım değil mi? Hiç kısı yok. Nero'sunun mu adışıp kalmadı. Fakat bu Hamray'ın korkvatıdı. Boldu. İşki ailenin işi maşındaq bittəməsə. Qaxan işler ballahına işip kaldı. Qadir həcəb çıxmaydı o. Sizga yeydigan bir narsa tayyorlayapti, ha? Bilmaydigansiz. Kadir. Ha? Ne varsızlar? Bu dükülük çıkıp oynap gelmekçi. Beriver. Dada, boğaz kileleriniz teşin saklap duradı. Çıkıp olanı körüp bakmazsınız. Buradan fırsat yok. Sen beriver gel. Bana. Boladı. Kadir, yedanesi ile oldu mu? Eli oldu. Mağaylı. Mağaylı. Bağlı kardeşim. Çık oturun ha. Çık oturun ha. Bağlı.
Eng yeni, eng nadir, sözlüklü yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar sözlük film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlashnomi Shunqar deyin. O'g'illarning hammasi loyiq tetibdi-da. Shundaq. O'g'illarimning hammasi ko'ngildagi mashqlari bilan xo'shal-xo'ram o'ynag'ili men ishdi. Endi bo'ytaqlar oilasi degan bu qalpoqni cho'ri etibsizlar-da. Endi o'zlarichi? Mana oldinda turmamdi. Bizmi ularga o'xshash she'rni o'tkazimiz taxi. To'lib atmısılar, karametlari bo'lsa, balalarga o'xshash xo'shal-xo'ram o'ynamamlar. Hey. To'g'ri deysiz. Bizmi bir yerga berib o'ynab kelmaydimi? Biz? Ha? Balalarning hammasi bo'ldi-kuliga o'ynab ketdi. Biz narsang chiqib o'ynab kiraylik. Hay, qo'ysizlar, shuncha kirib qolganda sat turmamdi. Hey, siz burun narsang chiqib baqqanmi? Yo'q. Anda qo'sa, chapsan tayyor bo'ling. Rost boramdoq? Rost bor emas. Muhabbat degan ajoyib narsa ekan. Mana bu haqiqiy muhabbat. Suluq ishga o'tiringlar. Qani. Qadir, musiqiletni bek tez haydaydi ekansiz. Meni bak qo'rqitib o'tamiz, ben qo'rqib ketdim. Shundaqmiz yaxshi Bu yaxshi bo'ldi ekan-a? Bu ya xili bo'ladi ekan-a? Qani, o'tir. Hey, Nadir. Hey. Hey, Davud. Yaxshimisan? Bu yer nima qilyapsan? Bog'da ko'liga boradigan yo'lni kalkulab ketibdi. Qaytib keldi. Ha. Chadaq bo'ldi. Endi qanday qilamiz? Endi qanday qilamiz? Hey. Bu shunda quruq o'tiramdiq. Hey, kichik. Safarga chiqqan ekanmiz. Endi narsanga boraylik. Narsanga berishimiz ko'tiraylik. Qandaq, bu yer güzelmikan? Pek güzelken. Aldığımızda tek bunun mu güzel yerler ba? Sizningcha bu yer havolikmikan? Havolikkan, bek havolikkan. Qani, keling biroz orom olaylik. Hey, boshqa yerga boraylik. Men qaraslar, tanish odamga uchrab qolsak, sat bo'ladi. Xoliroq joyga boraylik. Qandoq deding? Ma'qul bo'lsa, xoliroq joyga boraylik. To'xtab deyman. To'xtab. Astaroq yuguray. To'xtab. Men yetişemeysiz. To'xtab. Yetişemeysiz dedim-ku. Aliye, etraf qarama, nima degan chiroyli. Tezroq bo'laylik. Men. Hey, biz hammani kichiki. Baldir tanishgan.
Şuna keşke tamakını işkimiz tayarlaylı. Menimce ulan yakşırak. Obdan bir paranız çıvasın. Ben sizni... Cip durun, resim tatı olay. Bu resimde ayeti obdan çıkıdı. Hey. Ney var siz? Ulanı men. Oğurlukça bir başı resmi tatı olay. To'xtang. Unda qilsangiz qandaq bo'ladi? Ularni birdan yolg'iz qo'ying. Baş üstüge qadrli xenim. Nima degan manzarali joy bu? Umrimda bunday go'zal joyni faqat ko'rib boqmabdiman. Mende chempion bilan mansınız xili joylarni ko'rsiz tıxi. Yana poyayapsiz a? Sizda ikki narsa ortiq. Biri po'chiligingiz, yana biri o'sha yo'g'on qo'sig'ingiz. Ondaq mı deb ketmem? Ondaq mı deb ketmem? Ne yapasınız ketene? Kader, ne bo'ldi siz? Nima qilyapsiz? Hozir nima bo'ldi, Kader? Qarqada dadamı kelganda qiladi. Sadir, Nadir, bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa kelinglar. Dadamı kelganda qiladi. Meni ching tutib, ching o'ltiring. Sizlarmichu ostroq haydisizlar. Hay, bu yerning yo'llari tekshi emas. Ching tutmasangiz, yiqilib ketishingiz mumkin. Ching tuting, ha? Gördünler mı? Gördünler mı? Karanlar kim kepti? Kim kepti? O dara kara pikli. Gördünler mı? Gördünler mı? Dadam yıkırak gelgen aman hemmimiz. Dadı ne? Toğlaylı. Çatak çıktı. Çatak çıktı. Nimadan çatak çıktı? Ulan kim? Qaranglar, ko'rdingizmi? Nima degan satchilik bu? Asta. Yana nimaga qarab turlar? Haydilar. Ma'qul. Voy, dadam ketib qoldi-ku. Dadam ketib qoldi. Hey dada, to'xtab tur. To'xtab tur. Qadir, dada. Qadir. Hey dada. Qadir. Qayt kel! Dada, to'xtab tur! Dada, to'xtab tur! Hey dada! Hey dada! Qadir! Ha, nima ish? To'xta! Qadir, bo'lim qilg'ina. O'ynaga berib o'yingiz kelsa, shu yerga bosin. Uni to'liq hijr qilma. Bo'ldi. Qadir. Sening bu nimqig'ini, ha? Ayol kim o? Ben sizlarga tunishtirib qo'yay. Dadamning keyinda o'taqan u ayol bo'lsa, sizlarning kavkisi qiynab bo'ladi. Bulup ahir Gözün görme taktı Gözün görme taktı Hey dostlar Hey dostlar Hey dostlar Bahtiyar hayat kursa Öyle gel orta Öyle gel orada.
Endi biz emes koysak, yılın hoş günü parlar. Endi biz emes koysak, yılın hoş günü parlar. Öyle gülgey olsa, vasiyetinde toy kılsa, öyle gülgey